Xabaringiz bor, E-huquqshunos tizimida so'nggi paytlarda innovatsion funksiyalarning ko'pligi foydalanuvchilarga juda katta foyda keltirmoqda. Bugun biz Toshkent viloyati adliya boshqarmasidamiz. Seminarda ishtirokchilar ushbu tizimdan foydalanish mexanizmining osonligi yoki ularga kerakli bo'lgan funksiyalar haqida batafsil ma'lumot berishdi. Buyruq yaratsanglar, o'zi avtomat tarzda arizani shakllantirib turib, pastga olib kelib beradi. QR kod bilan o'zini e-imzosi orqali imzolaydi. Bugungi seminarimizni yig'ilishimizdan maqsad oxirgi 6 oy natijalari, ya'ni tizimga qo'shilgan yengilliklari va shu doirasida markaz tomoniga qo'shilgan yengillik, takliflar va monitoring qismida qo'shilgan yangi funksiyalarni markaz xodimlariga o'rgatish uchun ham yig'ildik. Xulosani qo'lda yozib, QR kodda ham qo'llab borilardi, familiya oldiga qo'llab kelinardi. Mana hozir tizimda shu darajaga keltirdikki, 99% deyarli o'zi aftan tortyapti. Tizim уже sizda imkoniyat yo'q uni nimadir noto'g'ri qilib qo'yishga. Qog'oz sarfi bo'lmaydi. Xulos buyruq chiqib, to'g'ridan-to'g'ri o'z asbob tizimiga kelib tushadi. Xabaringiz bor, Adliya vazirligi tashabbusi bilan yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tomonidan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ish faoliyatini optimallashtirish, ularning faoliyatida ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratiyaning oldini olishga qaratilgan keng ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, E-huquqshunos elektron tizimida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining eng so'nggi yutuqlari joriy etib borilmoqda. Bugun Toshkent viloyatidagi xizmat ko'rsatiluvchi davlat organlari va tashkilotlarining E-huquqshunos elektron tizimi bilan ishlashga mas'ul xodimlar uchun E-huquqshunos tizimida joriy etilgan innovatsion funksiyalar mazmunini tushuntirishga qaratilgan seminar tashkil etildi. Bundan ko'zlangan maqsad xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar xodimlarining E-huquqshunos elektron tizimidagi eng so'nggi innovatsion texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish hamda ularning faoliyatida uchrayotgan muammolarni aniqlab, joyida bartaraf qilish hisoblanadi. Bundan tashqari seminar davomida bildirilgan takliflar yurituviga qabul qilindi va mazkur takliflar kelajakda E-huquqshunos elektron tizimini yanada takomillashtirish, uni yanada xalqchil tizimga aylantirishda foydalaniladi.